5-noyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 5-noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, asosiy valyutalardan dollar, yevro va funt sterling arzonlagan. Yapon ienasi hamda qozoq tengisi esa biroz ko'tarilgan. AQSh dollari 21.071 so'mga arzonlab, 11.950,63 so'm bo'ldi. Yevro 41.073 so'mga pasayib, 13.744,42 so'm. Funt sterling 103,78 so'mga arzonlab, 15.611,1 so'm. Rossiya rubli 0,09 so'mga pasayib, 147,70 so'm. Xitoy yuani 3,76 so'mga arzonlab, 1677,47 so'm. Yapon ienasi 0,20 so'mga oshib, 77,86 so'm. Qozoq tengisi 0,1 so'mga ko'tarilib, 22,77 so'm.